Assalamu alaykum, dünyanın her qaysı joylarida yashayotgan aziz Uyg'ur qarindoshlarim. Öz milletidan tanganlik, ota-onasidan va öz kimligidan tanganlik. Öz milletidan tanganlik, milletiga osiylik qilganlik. Öz milletidan tanganlik, öz-özini itiraf qilmaganlik. Öz milletidan tanganlik, öz tarixini depsandi qilganlik hamda vataniga xoinlik qilganlik bilan o'xshashdir xolos. Bir millat faqat va faqat öz millat kimligi bilan faxrlanadigan va suyunadigan chig'idila bu millatning g'ururi kuchayib, vatanparvarlik g'oyasi turg'izilib, davlat quralaydi. Aksinchi bo'lganda o'z-o'ziga bo'lgan ishonch va g'ururidan ayrilib, qul va bichora yashashga mahkum bo'ladi. Uyg'urlar faqat öz millat nomida davlat qurish orqali mustaqillikqa erisha oladi va salom. Bir bola ota-onasiz yashab o'sishi mumkin, ammo bir millat vatansiz hech yashay olmaydi. Vatansiz bir kishi mayli u qaysi bir yot davlatda yashasin, hattoki oyga chiqib yashasin, u yanala bichoradir. Har qanday bir millat faqat va faqatla o'z millatiga xos g'ururi va vatanparvarlik ideyasi bilan bir millat sifatida mustaqil va hur yashay oladi. Tuvanda huzuringlarda jangovar shoirimiz Ablajon Laylamanning 2020-yili 7-oyning 10-kuni yozgan "Millatingdan tanmag'in, ey Uyg'urim xo'sh bo'p ketay" degan she'ri. Men sening o'tingda ko'ydim, millatim parvoni bu. Parvoni o't yinida, manjiraqda sarsoni bu. O't ichida kuygan yamanmu yoki o'tning teshida. Buncha o'tlar ko'ysa qandoq chiday xalqim boshida. Birga o'lsam yo'qdi armon millatimning qoshida. Millatingdan tanmag'in, ey Uyg'urim xo'sh bo'p ketay. Bir zavalliq bastı bizni, vatanni tutun qopladi. Qilishlarim o'tmas bo'lib, hatto itim ham chopmadi. So'zligili qo'ymini dardim ichimga potmadi. Dardlarimga dard qo'shilib, meni hech uxlatmadi. Şoňa layli kechi kunduz kurashni hech to'xtatmadi. Uyg'ur bo'lib tug'ildi u, kimligidan hech bosh tortmadi. Millatingdan tanmag'in, ey Uyg'urim xo'sh bo'p ketay. Öz güçimizni qo'ridi, öz güçimiz yig'ida. Türme yasab solidi, xalqimni vatanligida. Men ichishga zo'rladi, mollamni roza iyida. Su o'rniga oqdi qonlar vatanimning so'yida. Naqshi emas, yig'i yangrar qizlarimning to'yida. Düşmanimiz bizni qirib yo'qotishning ko'yida. Chunki bilar qahramonlik bordir Uyg'ur so'yida. Millatingdan tanmag'in, ey Uyg'urim xo'sh bo'p ketay. Qo'rqinidan dushmaning Uyg'urni davlat deb sanab, tilni kesdi, so'zni cheklab, mangma deb putni chanab. Millating bo'lg'achsining bir qahramon oliy janob. Sen yaşasan Uyg'ur bo'lib, dushmaning hali xarob. Şoňa düşman seni qirdi, vatan qurar deb ansirab. Va lekin xalqim uchun azarga shuncha tantirab. Millatingdan tanmag'in, ey Uyg'urim xo'sh bo'p ketay. Endi uyg'ondi Uyg'urim Uyg'uristonni qurib, millatimning nomida davlat qurib, u dasturib. Endi askar qurg'usi dushmanga qarshi saf qurib,
Kuchqusi g'alba bilan dushmanni u tiz puktirib, qon bilan juyar vatanni dushman qinini oqtirib, millatingdan tanlig'in ay Uyg'urim xo'sh bo'p ketay. Uyg'urim xaqan bo'lib necha xalliq qurgan tug'ib, ot tepib qilich bilan dushmanni qo'g'lab surgan tug'ib, Almisoqdan Uyg'ur degan millatni al bilgan tug'ib, ushbu Uyg'ur vahisidan dushman sibil qurgan tug'ib, endi nim bo'ldi sana Uyg'ur deyishdan tanisan, millatingdan tanlig'in ay Uyg'urim xo'sh bo'p ketay. Ber ijozat layliga Uyg'ur bo'lib o'lib ketay. 2022 yil 11 mart Germaniya.